Insult bu miyada qon aylanishining keskin buzilishi. Uning ikki asosiy turi bor: ishemik insult va gemorragik insult. Ishemik insultning sababi miyadagi tomirlarning birda tiqilib qolishi, ya'ni bunda tromb, embol, bilashqa bo'lishi mumkin. Natijada qon va kislorod bormagan joyda hujayralar o'ladi va bemorda quyidagi belgilar kuzatiladi. Bir tomonda qo'l-oyoqning kuchsizligi bo'lishi mumkin. Nutq buzilishi, ko'rish yoki muvozanatning yo'qolishi kuzatilishi mumkin. Gemorragik insultning sababi esa bosh miya tomiri yorilib ketishi oqibatida qon miyaga quyiladi va natijada qon to'qimani shikastlaydi va miyada shish paydo qiladi. Bunda xavfli omillar yuqori qon bosimi, anevrizma va qon suyultiruvchi dorilar hisoblanadi va quyidagi belgilar ko'pincha namoyon bo'ladi. To'satdan kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi va qusish, hushning yo'qolishi, yuzning bir tomoni qiyshayishlar, qo'l-oyoq falajlar, nutq yo'qolishi va ko'pincha tutqanoq ham kuzatiladi. Eslab qoling, insult belgilari paydo bo'lsa, ya'ni qo'l-oyoq kuchsizligi, nutq buzilishi, yuzning qiyshayishishi, to'satdan kuchli bosh og'riq paydo bo'lishi bo'lsa, darhol tez yordam chaqirish kerak. Vaqt hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi.